2025-yildagi aprel oyidagi arzon narxdagi telefonlar bilan tanishtirib o'tamiz. 23 Ultra 2 sim kartaligi $560, 22 Ultra bitta sim kartaligi $410, 23 Ultra ikkita sim kartaligi $520, ikkita sim kartaligi $550, 22 Ultra Kares $360, 21 Ultra $275, 21 Ultra $235, 21 Ultra $240, 21 S21 Plus telefoni $215, Samsung A55 telefoni $235, S23 telefoni $350, Xiaomi 14T telefoni $360, Samsung M23 1.200.000 so'm, Redmi 13 korobka dokument zaryadchilar bilan birgalikda 1.450.000 so'm, Samsung S21 F ikkita sim kartaligi $230, Samsung S21 telefoni ikkita sim kartaligi $180, Redmi Note 13 256 taligi 1.650.000 so'm, Samsung Note 20 telefoni 256 taligi $170, Redmi Note 13 Pro $165 256 taligi, Samsung S15 telefoni $170, Samsung S22 Plus telefoni $260, Note 10 $1.5 million so'm, M33 telefonlari $110 $100 dan qilib beramiz. $100 ham bor.